bitta 10 tani. Mana mana shu bolani taniganlar bormi? Juda yaxshi bo'ladi bu bola. Ko'ngli ochiq, o'zi qora bo'lgan bilan qalbi juda oq. Bunisi uni sherigi. Haligi aytadi, sheriging kimligini aytsa, men seni kimligini aytaman dedi. Bu bola ham juda yaxshi bolalar. Bu bolalar men bilan yoshidan birga katta bo'lgan. Bunisi birinchi sinfdan. Bunisi 5-sinfdan, lekin birinchi sinfga aytib beradi. Sizlar mana do'stim bu yerda qoni to'q ekan, o'sha gariga solyapti. Muhiddinjo mana nima yeyishni biladi-da Muhiddin. Choribay. Ha, Montalar. hozir Mana keling. 10 ta yeyman deydi, olib keldim. 10 ta yeyapti mana. Mon cho'rva qilib birinchi 6 ta keyin 4 ta dedi. Ha, unda ko'nglim to'g'risida. Bu bola Toshkentga qatnaydi, tez yuradi. Qaniganlar atletga qilib ketinglar bu bolani. Ya yaqinda Instagramda bitta videoda chiqdi, bu video sportladi. Buni ham portlatib olaylik. Kelaverasizlar. Ashidamiz Sohilmontoda. Nega chiqadi? Nega shular ham bormi ekan? Bu videoda bo'lmaydi, oshxonaga tushdilar. Yaxshi bo'lasiz siz.